Bilasizmi, tarix ko'plab sirlarni yaxshi bilmaydi, ammo hech bir narsa Tartariya yoki Buyuk Tartariyaning birdan g'oyib bo'lishi kabi chalkash emas. 1500-1800-yillar oralig'ida yevropalik kartograflar yaratgan ko'plab xaritalar Sharqiy Yevropa va Tinch okeani o'rtasidagi ulkan hududni Tartariya deb belgilashgan. Bu hudud kichik davlat emas, balki Osiyoni asrlar davomida boshqargan ulkan imperiya edi va birdan g'oyib bo'ldi. Hozirgi zamon xaritalarida u mavjud emas. Tarix darsliklari esa uni nomini deyarli tilga olmaydi. Savol tug'iladi: qanday qilib butun boshli ulkan imperiya tarixdan butunlay o'chirib tashlanishi mumkin? Yoki bu shunchaki ko'chmanchilarga qo'yilgan noto'g'ri nommi? Yoki bu bizning dunyo haqidagi tasavvurimizni ostin-ustun qilib tashlashi mumkin bo'lgan sivilizatsiyani yashirish uchun qilingan maxfiy harakatmi? 3 asrdan ortiq vaqt davomida fransuz, golland va nemis xaritalari Buyuk Tartariyaning mavjudligini bir ovozdan ko'rsatishgan. Bu tasodifan chizilgan hudud emas, balki o'z davrining eng nufuzli kartograflari tomonidan tuzilgan aniq geografiyadir. Mustaqil Tartariya, Xitoy Tartariyasi, Rossiya Tartariyasi nomlari turlicha bo'lsa ham xaritalari bir xil edi, ammo 19-asrga kelib bir kechada g'oyib bo'ldi. Tartariya odatiy imperiyalar kabi asta-sekin yemirilmagan, go'yo ko'rinmas qo'l uni o'chirib tashlaganday g'oyib bo'lgan. Bu g'alati. Agar u faqat noaniq geografik atama bo'lsa, nega asrlar davomida xaritalarda bo'ldi, keyin esa birdan ataylab chiqarib tashlanganday yo'qolib qoldi? Tartariya nazariyalariga ko'ra, bu o'chirish ortida kimdir turibdi. Tartariya xaritalardan yo'qolgan paytda Yevropa va Amerika shaharlarida shubhali darajada ulkan va go'zal binolar paydo bo'ldi. 1890-1910-yillar orasida qurilgan hukumat binolari, stansiyalar, ko'rgazma markazlari bugungi kundagi mutaxassislarni ham hayratda qoldiradigan darajada murakkab va katta edi. Chicago 1893 Kolumbiya ko'rgazmasini olaylik. Atiga 2 yil ichida 600 gektardan ortiq maydon, 200 dan ortiq neoklassik binolar. Ulardan biri Manufacturers and Liberal Arts Building. O'sha paytda dunyodagi eng katta bino bo'lgan. Rasmiy rivoyatlar shunday deydi: bu binolar vaqtinchalik edi, gips va tolalardan qilingan, ammo suratlarda ular chinakam marmar saroylarga o'xshaydi. Keyin esa g'alati tarzda juda tez buzib tashlangan. San Fransisko misoli ham shunaqa. 1906-yilgi zilziladan keyin shahar mo'jizaviy tezlikda qayta barpo qilingan. Tartariya tarafdorlariga esa javob oddiy: bu binolar yangidan qurilmagan. Ular Tartariya imperiyasining vayrona qoldiqlari bo'lgan, faqat nomi o'zgartirilgan va kechiktirmasdan buzib tashlangan. Dunyodagi minglab eski binolarda bir xil holat mavjud. Binolar go'yoki yerga cho'kib ketgandek. Birinchi qavat yarmi yer ostida, derazalar esa yer sathida. Podvallarga asosiy kirish eshiklari olib boradi. Rasmiy manbalar uni shunday izohlaydi: asrlar davomida ko'chalar balandlatilgan. Tartariya nazariyalariga ko'ra esa 19-asrda butun dunyoni qoplagan yirik geologik falokat bo'lgan uloq loy qoplamasi. Bu hodisa tarixiy shaharlarni tuproq ostida qoldirgan. Tartariya sivilizatsiyasining katta qismi yo'q qilingan, faqat yuqori qavatlari yer ustida qolgan. Seattle, New York va Parijdagi yer osti shaharlari bunga dalil sifatida keltiriladi. Agar Tartariyaning eski binolari allaqachon turgan bo'lsa, ular qanday qilib yangi qurilish deb ko'rsatiladi? Nazariyachilarning fikricha, dunyo ko'rgazmalari Tartariya binolarini yashirish uchun ishlatilgan. Ssenariy oddiy: eski Tartariya binosi topiladi, uni ko'rgazma uchun yangi inshoot deb tanishtiriladi. Ko'rgazmadan so'ng uni buzib tashlashadi. Hech qanday iz qolmaydi. Bu ko'rgazmalar haqida minglab suratlar bor, lekin qurilish jarayonining suratlari deyarli yo'q. Bu esa shubhani yanada kuchaytiradi. Yulduzsimon mustahkamlangan qal'alar dunyoning har yerida uchraydi. Rasmiy tarix ularga harbiy maqsadlar deb izoh beradi. Ammo Tartariya tadqiqotchilari boshqacha fikrda. Geometriyadagi mukammallik, simmetriya va energiya oqimiga o'xshash shakllar ularning fikricha bu harbiy emas, energiya tizimi bo'lgan. Xuddi shuningdek, soborlar, hukumat binolari va katta gumbazli inshootlar akustik jihatdan rezonans kameralarini eslatadi. Agar Tartariya energiyani tovush, chastota va rezonans orqali boshqargan bo'lsa, ulkan binolarni juda tez qurishlari tushunarli bo'ladi. Bu nazariyalarning eng tortishuvli qismi Tartariya aholisi gigant bo'lgan degan g'oya. Dalillar sifatida eski eshiklarning juda balandligi
Pilla poyalarining oddiy odam uchun juda kattaligi, 1800-yillardagi mebel o'lchamlari g'alati darajada ulkan ekanligi, o'sha davrdagi gazeta maqolalarida topilgan gigant skletlar haqidagi ko'plab xabarlar bor. Gigantlar haqidagi afsonalar dunyoning barcha madaniyatlarida mavjud. Nazariyachilar buni Tartariya bilan bog'lashadi. Tartariya sivilizatsiyasi sirli bo'lib qolmoqda. Xaritalar uning mavjudligidan darak beradi. Binolar, texnologiya va me'morchilikda anomaliyalar ko'rsatadi. Loy qoplamasi, yulduzsimon qal'alar, gigantlar hammasi oxiri yo'q jumboqlar sari yetaklaydi. Tartariya haqiqatdan ham yo'qolgan kuchli sivilizatsiya bo'lganmi yoki bu biz noto'g'ri tushungan atama xolosmi? Aniq aytilmagan bitta narsa bor. Tarix bizga aytilgandek soddaroq emas.